Sizlar bilan Klips bugun videoni boshlayapman. Bugun nima qilsam ekan? Birinchi turib betimni yuvolab, qo'limni svet yo'q, qo'yib ketibdi kecha. Svetni o'chirsam kechasi bo'ldi, mayli yo'qtiraversin. Xo'p, nima qilsam ekan bugun? Hakim bo'ldinglar. Hakim, yo'q. Siz yangimisiz? Yo'q, men yangiman. Frank Sakana ismingiz? Ha, albatta. Xo'p, ish topibsizmi siz ham? Ha, menga ish kerak. Menga ish aytolmaysizmi? Yo'q, men ham ishimni haydavordi, огородchilikda. Yuring meni. Menda bitta gap bor. Orqada o'tay. Bankni o'g'aramizmi? O'g'aramiz? Davay. O'g'rilik qilamiz, ketdi. Hozir qilamizmi, kechasimi? Hozir qilganimiz ham yaxshi. To'xtab turaman, pichoq olib chiqib olib. Men eshitishimcha, jetlar qanaqadir bayramga ketgan ekan. Ya, pichog'im yo'q ekan desizlar. Qo'limizni o'ldiramiz. Jetlar bayramga ketgan ekan. Mer ketmagan bo'lsa kerak. Ha. Sen ketmaydingmi, Jitel? Yo'q, men ketmadim. Ketdi. Sattir o'shani deyman. Mana bank. Ana. Ikkita sandiqda pul bor. Versakni oldida turgan bittalik sandiqda. Hozir kiramiz, qo'lingni ko'tardingiz. Hech narsamiz yo'q-ku. Ularda pistol yo'q, pichoq chiqib qolsa-chi. Mayli, qochib ketamiz. Ishing katta ochib qo'ying, yopmang ishing. Siz bir kiring. Kiring. Qo'lingni ko'tar, Jite. Qo'lingni ko'tar. Nimaga? O'g'rilik qilamiz biz. Chiqolmaysiz, qana chiqasiz endi? Oddiy chiqaman. Qo'lingni ko'tar. Yo'q. Men politsiya chaqiraman hozir. O'ldiring. Do'stlar, O'ldirma, qo'yaver. aytversa o'ldiramiz endi. Xo'p, aytvermayman. Pullarni o'li. Rosa ko'p pullar bor. Xo'p, do'stlar, millioner bo'lib ketdik biz. Boy. Ismimizni boy qo'ysa bo'larkan-a? Ha. Bilan tezroq olamiz desalar, like bilan bo'lsinglar. Bitta o'g'nacha yig'sa nima, bitta zo'r video olaman. Bitta? Bitta o'g'nacha yig'sa 57 ta bo'laman. Keyin Qanaqa qilib chiqasiz? siz qaynisiz? Mana. Men parkur. Mana parkur desam, nima qilamiz endi? Qolib ketdi. Verstakni buzib chiqamiz. O'ynada sinib chiqaramiz. Davay. Mana yo'laman. Ketdi, qoching. Meni o'yim yo'q-da. Menikida yashab turasiz, yurib. Yuri. Kirsam bo'ladimi tepaga? Ha, tepada chiqing. Sandiqlarda qo'yish kerak, tezroq pullarni. O'yingiz chiroyli ekan. Cho'tki meni o'yim. Yep. Xabarlar keldi, o'nkam notebookumda. Hozir qaramizda nima xabar ekan. O'tdisizlar, like obuna bo'lsangiz, bilib qo'yinglar bizni ancha yillik qamatadi lekin. Men eshitishimcha 8 yo 6 yilga qamasa kerak. Yuring, uni xabarni ko'ramiz. Mayli kelib, o'tiring mana edi. Hozir. Qilib, bo'ldi xabarlarni topdim. 31-qishloqda o'g'rilik bo'ldi. Bankda ikkita Philips va Fronex'dagi ikkita bola o'g'irlab ketdi. Uni o'ldirishmabdi yaxshi. Jetlar bayramda ketdi vaqti. Nima qilamiz? Bizni bilib qolishibdi. Qochish kerak edi. Bu qishloqda qochamiz. Ketdimi? Davay, hammasini o'ylaylik, yuring. Va menga zo'r g'oya keldi. Nima? Hozir beda qochib ketib 1 yil yoki 2 yildan keyin kelishimiz kerak. Bo'ldi. Sandiqni buzib olish kerak. Bizi bo'lsa ham bo'ladi mana. Men hammasini olmanman hali. Siz u izimni o'tib, yotib qolishimizni ikkita devonni ham o'g'lab
sandiqlar bor. Ketdi. Kim bilan yotasiz ikkita divanda? Alohida qilib yotamizda. Mana menda xarita bor. Bo'ldi bo'lmasa. Go'sht yo'lab mash tomonda bor akamiz yurib. Xo'p desizlar biz o'g'rilik qildik, lekin yomon bo'ladi, puli yo'q edi. Hammaga xayr desizlar, sizlar bilan kelibsizlar. Fronex. Xayrlashib qo'ying. Hammaga xayr.